bugungi taomimiz juda qiziq bo'ladi, chunki asarli taomimiz bo'ladi bugungi. Xilma-xillik bor, tefteli bo'ladi, cho'p kopi bo'ladi, tovuq qanotchasi bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Juda ham qiziq, narxi o'zgarmagan, 22 ming so'm. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ketdik bo'lmasam. O'sha o'zgarmagan. Qo'shimchalari bilan birga bo'ladi. Qoshiq naborlarimiz, salatimiz, nonimiz va qiziqarlisi eng oxirida taomimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana sizga o'sha taomimiz. Bunda o'sha go'shtlari, mana bunaqangi tovuq qanotchalari, tifteli bor, cho'ppoplari, kartoshka podlivalari bor. Mazasiga keladigan bo'lsa, birgalashib baho beramiz. Qani ketdik bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'risi oxiri semirib ketmasam bo'ldi-da. Raydandan yomon xijolat bo'lib ketyapman-da, boshqa joy yo'qmidi videoga olgani? Alhamdulillah taomni yeb oldik, inshaalloh. Bu taomni xilma-xillikni yaxshi ko'radigan insonlar uchun tavsiya qilamiz. Yeb ko'ring. Mazasiga o'zingiz baho berasiz.